Man haqimda bir nechta faktlar. Birinchisi, men styuardessa bo'lishni nimagadir juda ham xohlaganman kichkinaligimda. Bilmayman, styuardessa bo'lishni juda ham xohlaganman. Ikkinchi soha esa yurist. Yurist bo'lishni juda xohlayman, haliyam, bilmayman nimaga. Prokuror bo'lishni xohlaganman. То есть prokuror bu tiqayotganda, masalan, qanaqadir huquqdan kimdir narushat qilyapti va o'shani masalan harakat qiladi. То есть bu odamni yomon taraflarini ko'rsatib berishgada. Men bilmayman nimaga, xarakterim shunaqa bo'lgani uchunmi, shunaqa yaxshi ko'raman, shunaqa intrigali bo'lganman, bunaqa sohalarni, qanaqadir shunaqa qiziq sohalarni juda ham yaxshi ko'raman va kichkinaligimdan shu narsaga qiziqib kelganman. Styuardessa qanaqadir bu yerda вообще yuridiически bilan styuardessa bo'lish вообще bir-biriga to'g'ri kelmayotgan sohalardan biri. Lekin hozir agar menda tanlov bo'lsa, yo styuardessa yo yurist bo'lishi, menimcha men styuardessa bo'lardim. Styuardessa bo'lardim, chunki juda ham ko'p chetga chiqasiz va uni o'ziga yarasha plyus-minuslari bor. Men bilan juda ham ko'p ishimda shunaqa bo'lgan, to что pulimni ola olmagan paytim ularni baribir har bittasini, keyin уже ulg'ayganimdan keyin har bittasi bilan bittama-bitta chiqib, har bittasidan pulimni oldirtirganman va to'g'ri joylarga ularni yo'llantirganman. To'g'ri joyga deganim endi o'zi tushundingiz. Hammasi yechilishi kerak bo'lgan joyga borganda hammasi. Shunaqa. Keyin уже shunaqa narsaga kelganman, shunaqa odamlarga duch kelganim sababli balkim yurist bo'lgim kelayotgandir. То есть menga o'xshagan odamlarga yordam berishim xohlayotgandirman, bilmayman, shunaqada. Shunaqa faktlar.